Assalamu alaikum, qarindoshlar. Hammalarninki Cumhuriyet Bayramı mübarek olsun. Bugün Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinin orunlaştırışı bilen Virginia'nın Fairfax vilayetindeki kütüphanada biz Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki kuruluş murasimini hatırlaş için bir sohbet programı ötkürdük. Sohbet programına cemaatimiz mukayla yaman emas ketmedi. Qahar efendim, Tuğluk efendimle Şarkı Türkistan hükümetinin kuruluş meseleleri hakkında nihayeti çıraylık sohbetlerini kıpbedi. Cemaatinin köp alkışıga erişti. Hem bugün beyde yığından qaytib kelip özara sohbetleşip bunun bir kulasını çıkaraydı da butadık. Hem de bu yığınınki təsiratı hakkında Qahar Barat efendim bizge bir işki kız parantıp bergen olsa. Yığın aytı yaxşı oldu bu hatire hem söhbet günü. Bunu biz qatnashib ta'sirlandik. Hem de yenip gidip bir o'ylayotganimiz mushu yığınga qatnashamay qolgan boshqalarmi biroz xabar olib qolsin degan mazmunda ba'zi mazmunlarni qisqartib yana bir eskartib qo'yaylik deb o'ylayotimiz. Mesela benim söylediğim temim asasen şu çağdaki gez jurnallarını tanıştırgandı. Ama hazır umuma aytganda, kısaca ele aytgan çağda birinci Şarkı Türkistan, ikinci Şarkı Türkistan devrinde inqilab qo'zg'algan kunning ertasidan boshlablar bu Uyg'urlar xalq gez chiqishni unutmagan ekan. Shunga birinchi Şarkı Türkistan'da şu yil şu aylarda darhol bir gezlar chiqargan, undan keyin ikinchi Şarkı Türkistan'da gez jurnallarni to'xtatmay chiqarib kelgan. Hem de bilimiz ki uçaklarda kısa şarait načar, bir nimalar basınçılık, gez çıkırış diye şarait pantexniklar mütehi taraqqamagan shunday vaqtlarda şu çağdaki ziyolilerimiz, nashr afkorlarimiz mana cho'ng tirishchanliklarni ko'rsatib, yaxshi jurnal gezlarni chiqargan ekan. İkinci Şarkı Türkistan mezgilde bu narsa texim bakara taraqqi albatta umumiy yillar o'tdi-da taraqqiyot oldi. Her xil jurnal gazetlar rayonlarga, her bir viloyatlargacha yoshlar o'zlarining yoshlar tashkilotining o'zining gazeti, ayollar tashkilotining yana gazeti, armiyaning o'z oldiga yana gazeti, mushunchalik taraqqiyotlar erishgan. Ham afsuski mushu biz yuqorida degan mushundaq har xil turdagi inqilob gazet jurnallarining hozir qo'limizda saqlanib qolgani ko'rsatiladiganimiz oz. Shuning uchun ham bu yerdagi xalqdan bizningki so'raydigan bir umidimiz, murojaatimiz mayli qo'limizda bo'lsin, kutubxonalarda ko'raylik, nalarda bo'lsin, shuni ko'plab to'plab, to'g'ri chiqarib, hammamizni shu chog'dagi bizningki nashriyatchiligimizdan xabardor qilsak. Shu chog'lardagi bu har kuni chiqqan gazet jurnallar shu bo'layotgan qaynam inqilobning har kundagi bo'lgan ishlar, voqealarni xuddi aynakdek ko'rsatib bergan faktlarni shu gazetlarda yaxshi so'zlagan hikoyalar bor, ishlar bor. Shuni ko'rgandan keyin biz o'zimizni xuddi dal shu chog'dagi davrda yashayotgandek his qilamiz. Shuning uchun bu gazet jurnallarni ahamiyatini aytish uchun ularni to'plash, yana davomli to'g'ri orqali nimalarga chiqarish bu hozir ko'z oldimizdagi cho'ng bir ehtiyojning birisi. Endi bugünkü yig'inimizga g'ayri qimmatli suhbat programmamizga ishtirok qilgan ham g'ayri qimmatli ma'lumotlarni bergan Tuğluk efendini bir ishkigiz yig'in ta'siroti haqida bir so'zlab berishga taklif qilaylik. Bo'ldi. Bugun mencha nihoyatda yaxshi bo'ldi endi yig'inimiz biroz yig'in deb oldim, amaliyotda bir suhbat qo'yamiz, o'zaro o'tirib suhbatlashib o'zimizning bizning tariximizni biroz tanishtirishdi. Endi men shu chetga chiqqanning yog'i shu bizning ichki jumhuriyat, ya'ni 1933-yili 11-oyning 12-kuni Qashqarda qurilgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti. Onun tarixini endi qarasa 1944-yili yanılash 11-oyning 12-kuni G'uljida dag'dug'liq qurilgan Şarkı Türkistanning tarix to'g'riliq nurg'un materiallarni ko'rib chiqqan. Şarkı Türkistan vaqtimda afsuski undaq materiallar xatti xabarim yo'qdi. Anlagandim, masalan, cho'nglardan,
Çünkü benim dadam rahmetlik, kaynatam rahmetlik, bularning hammasi şu inqilab qatnaşqanlar, o'z vaqtlarida yosh vaqtlar ekan. Ba'zi materiallarni anda sanda ko'rib qolgan yerlarim bor. Lekin chetga chiqqandan keyin men nurg'un izlanishlarni qilib bu to'g'riliq materiallarni chiqib ko'rgan. Masalan, bo'lib shu Linda Benson deb shu Oakland universitetining professori. U 1990-yili ama şu G'ulji qo'zg'oloni degan bir kitap nashr qilgan. U endi shu g'arbliklarningki ko'z qarashi bo'yicha nihoyatda mencha mening o'ylashimcha bu nihoyatda o'ttiri oldi turib bu kuzatuvchi holatimiz qo'ygan. Endi o'z vaqtida Rusiyadan bu to'g'ri chiqqan kitoblarni nurg'un, masalan, Qahar efendim Abdamduzu, İlyan efendim bu. Endi Xitoy tarafdan nashr qilingan nurg'un materiallar bor. Masalan, Seyfullo Aziz efendimning, Burxon Aziz efendimning bularni yozgan kitoblar bor. Lekin bularning hammasida mening ko'z qarashimcha bular o'zlarining shu siyosiy jihatdagi, masalan, shu yashayotgan davlatningki siyosiy jihatdan jug'urib o'tgan yerlar bor. Shuning uchun lekin Linda Benson bundoq yozmagan. U kitobni endi ayrim tunishsak bo'ldi. Bu bir endi bugungi bu so'zning yana bir avoyidligi nima deganda biz endi o'qishmagan nuqta nazarlardan chiqib bularni biroz o'zimizning shaxsiy ko'z qarashimiz. Men o'zim tarixchi emasman, Qahar efendim tarixchi, bu to'g'riliqda bilimlarim yuqori. Men faqat shu o'zimning shu to'g'riliq tarixni bilgim kelgan bir xil nuqta nazardan chiqib materiallarni izlagan, bugun shu to'plagan shu 30 yıldan beri toplagan bir ayakır resimlerini o'tirib qo'ydim. Hem şu vaqtda bo'lgan tarixga qalan kitoblarni izlash orqali ularning kun tartiblarini bilan tanishtirib chiqdim. Afsuski biroz vaqt qisib qoldi. Ammo ayrim Facebook'ta olan yani videolar orqali ayrim yani shularni chiqargan xabarim o'yim bor. Asta okurmanlar bilan ko'rarmanlar yani görüşten alışıyor. Çıkıp İlyar efendim bu to'g'riliqqa qattiq kuch chiqadi endi bu shu uningga o'zimga rahmatim bor. Sizlarga ko'p rahmat. Mo'llamdan qatnashib berdinglar. Bu qilishga tegishli ishdi. Bu daqiqadan Xudoyim bo'lsa, texnologiyani o'rg'ilashtiramiz. Ben bugungi suhbat programida bizning shu 20-yüzyıl ve Xitoy Sharq Turkiston Cumhuriyetimizning e'lonida kurashlardagi avgustdagi fikr yaqinlari haqida xalqimizning o'zininki bir falsafa ideyasi haqida qanday bir fikr yaqinlar mavjuddi. Bular haqida so'zlagan bo'ldim. Bu fikir yaqinlarımın ayeti bir inqilabda ve mühim bir halk iken. Çünkü bizninki hozirgi ko'rishimiz ve burunqi mustamlikadan qutulish urushlarimizning hammasi de bir umumiy birlik shakllanmay qolgan ahvol bo'ldi. Çünkü bu fikir ayrılığı deydigan narsa asli nurg'un millatlarda ozodlik urushlariida ayrılış bulmaydı asli. Azaplıkta erişip müstakil devlet kurup bo'lgandan keyin siyasi fikirlerde ayrılış, her ko'z qarashlarning bo'lishi normal. Ama Xitoydan qutulish uchun birdek bo'lishimiz kerakdi. Afsus, bo'lib ichilishlik tarafi shu 44 qurilgan Sharq Turkiston inqilobida 30 mingdan oshiq muntazam armiyamiz qurildi. Undan keyin partizanlar bilan 70-80 ming, 100 mingga qolib bütün dehqonning qo'lida qurol bo'lib ketgan bir ahvolda bu inqilob ham oxiri Mavzun deganda 3 viloyat inqilobi, Jungo inqilobining bir qismi degan bilan fojialik oxirlashdi. Shunday qilyaptilar. Ham buning da bu bayroqningki yiqilishi, bu inqilobningki yana oxiri Xitoyga bag'inib ketishida bu bizninki Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin e'lon qilgan shuncha dog'dug'liq e'lon qilgan xalqimizda bir qarshilik bo'lmadimi degan masala bor. Bu masala pek ta'kidlangani yo'q. Bo'ldi. Shu G'uljining o'zidala 10 mingdek odam ya uch qashqari pan-islamist, pan-turkist deb etildi 50-yillarda.
qo'lga ilindi, turmaga tashlandi, hatto g'oyib bo'lib ketgan ziyolilarimiz bor. Shu mustaqillik fikrida cho'ng turgan. Hatto buning ichida kommunist ideyasi bilan qurollangan Uyg'uriston sotsialistik mustaqil jumhuriyatni quramiz degan ideyadagi ziyolilarmi g'oyib bo'lib ketdi. Nurg'un odam Sovetga chiqib ketdimi dedi, Sovetdan tepilmadi. Demakki, bu başta 50-ci yılların başlarında bastırış hareketi müstakilcilerini bastırış oldu. Bu mu? Pan-İslamist, Pan-Türküs. Pan-İslamist, Pan-Türküs diyen kalpakını giyizgen bile bunlarda ondan ideya, o Pan-Türküs, Pan-İslamist'in nimeligini bilmeydi bizden halkımıza. Yukarı derecedeki ziyaliler bilgen bilen avam halk nimeligini mi bilmeydi? Çünkü bu kalpakının kullanışının sebebi Sovetler İttifakı G'arbiy Turkistondagi mustamlikdagi isyanchilarni bostirganda pan-turkist, pan-islamist degan qalpoqni qo'llanganligi uchun Sharq Turkistonda so'zi o'tayotgan eng kuchli superpower shu vaqtda Sovetlar ittifoqi bo'lg'achqa, Sovetlar ittifoqininki dushmandek ko'rsatgan bir qalpoqni kiygizdi. Xuddi hozirgi radikal islom terrorist deganga o'xshash o'z vaqtidagi 50-ci yillardagi bizdagi mustaqillik kurishini qilgan qaysarlarimizning, jangchilarimizning qalbi vaqtida pan-islamist, pan-turkist bo'ldi. Bularni bir turkum yo'qotgandan keyin xalqning qo'lidan yerni tortib berish uchun zo'migarlarni bostirish harakatini ifoda. Buni bizning qo'limizdan ifoda hammasini. Endi bizda bir xurafiy islomiy ko'zqarash anondan keyin az qism insonlarimizda Türkiye'den, Buxaradan kelgan yenilikçi iqlim, jadidchilik harakati bor. Uningdan boshqa bizda xurofotlar biroz eg'ir. Shunga bizga marksizm nayti o'ngay kiradi deb berdi. Endi bizning marksizm tashviqoti Shimshisay vaqtidan tortib 30-yilda Shimshisay sotsializmni qurgan vaqtidan tortib bu iqlim kirayotgan vaqtida Gomindan hükümeti bu iqlimga qarshi pan-turksizm, pan-islamizm hareketini qo'llaydi bu yerda. Marksizmni to'sash uchun. Endi Sovetlar ittifoqiga chiqib shu vaqtda bizning o'qigan o'quvchilarimiz Sovetlar ittifoqining kommunizm uchun yaratgan bir jannatini o'qiydi. Butun tamoqlar degan yaxshi kiyim-kechaklarga mal teptirayotgan o'shunda hammani jihat yaxshi. Amaliyotda Sovetlar ittifoqining amaliy ahvoli bu emas. Sovetlar ittifoqining amaliy ahvoli undaq gülistonlik bo'lsa, 2-chi dunyo urushida chechenlar, tatarlar, Turkiston armiyasidagi bizning Baymirzaevlar va Germaniyada turgan hammasi Sovet qizlar armiyasiga qarshi urush qilib, isyon qilmagan bo'ladi. Hatta 37-yilda nurg'un repressiya harakatidan boshlab shu mikrobda cheganni yozgan, o'tgan kunlarni yozgan Abdulla Qodir Cho'lpon deganga o'xshash Sovetlar ittifoqininki bu marksizm ideyasini rad qilgan turk millatchilari hammasi Stalin tarafidan bostirilgan Sovet xalqini ocharchilikda, qiyinchilikda, shunday bir o'tgan vaqtlarda bizning o'quvchilarimizni bayashayat o'qitib tarbiyalaydi. Biznikilar buningda mas'ulidir. O sotsializm degan mana shunday bo'ldi-ki. Deb Xitoy Kommunist partiyasi bilan birlashib biz Sharq Uyg'uriston sosyalistik respublikalı hukukuna alınız. Kazakistan, Kırgızistan okşaş. Bir sualatı bir şey. Diğer ve bir minut gayı bilen bizden müstakilçilerimizi bula bastı diye. Ama ahire 55. dakikaya çaldı Xitay bu respublikalı hukukun yeni bilip aval özü şu verdiğini vergen busu mu? Ahire hazırki Şincan Uygur Abdülhamid rayonunu veremez diyen çaldı bula. Bununla karıştı diye, bunların onca milletçiler battı diye, bir kısmı Sovet'e kaçtı, bir kısmı vatanda öldü. Abdülhamid Atatürk adamları Xitay mahkemesi idaresi öldürüp, özünü öldürüp aldı dediğin narsalar elan kıldı. Bu da ki Xitaylarsız sosyalizm kurallayımız diyorlar. Asli bir yerdeki minin demek yoğun hatalık, bu sosyalizm, marksizm, komünizm diyen yağanın kendisi işini biz nurgun ziyalarına tattık bunun da. Nurgun tölengen bedel, atkan kanlarının bedeli gelgen bir müstakilliğimizni iş kandak bir şart koymaktan turib, hatta 46. yildagi bitimni bir bitim dediğin narsa var için maddeler. Xitay taraf, biz taraf deydiğen.
Ama 49 yıllık kelgan çağda şu milliy armiya ötküzülgen çağda hiç qanday atiraf deydigan bitimli yok. Bu yerda fatmisi bilan agar sovuq qilgandaglik kommunistlarga berib atdik. Tibet'ten yani 17 maddelik bitim bilan birleşiyor Dalai Lama şu vaqtida Tibet hükümeti. Ahir Xitoy yana uni buzgandan keyin bular chekinib chiqib ketdi. Turgunda hükümeti oldu. Tibet davası bizning davarimizning xalqarodagi ta'siri kuchli. Hatta Xitoyning keyingi bergan o'xshash avtonomiya, 5 avtonomiya degan bilan Tibet bilan bo'lgan Tibetga bizga qilgan muomala hozirmi o'xshamaydi. Tibetdan yana bizdan yuqori. O'tgan 2010-yilda bizning oliy maktablarning Uyg'urcha til darsini yo'qotgan vaqtida Tibetdagi xansularning Tibetdan o'rganishini shart qilgan qonun ma'qulladi. Men bunda bir farqlar bor. Shunga bilan demoqchi o'g'lim, bo'lib bu milliy ozodlik masalalarga kelgan chaqda Muşu çakaldan kırılgan, başkalardan ekip kırılgan yeni ideolojilerini bizden kabul kılışka hiç kadar ihtiyacımız yok. Ekstra bu ziyallık bizge. Bizge gelgen zihni kötü. Çünkü millet ilişkini bölüdü, birbirini sokaç saldırdı, karşılaştırdı. Biz Müslüman, bizim Kur'an-ı Kerimimiz var. Bizge bu İslam dinini yetekçi ediye kısak, vatanın azatlığı için yetip kaçırdı. Ben vallahi kapıyorum Afganistan'ın mesal deyip verdim. Afganistan'dan varıp sefası bizden şükür emez. Ama müşahede ecnebi Afganistan'da başkası bu bayda ödeydiğen bir de göz karaj dekanlığı var, realizmi var. Bu göz karaj için biz âli mektep okuşumuz, doktorluk okuşumuz, masterlık okuşumuz gerek emez. Bu işini milli ideolojiye şekilde yerleştirelisek, biz Şarkı Türkistan'daki azatlığımızı, müstakilliğimizi çok mesleğe keltireleyimiz. Mesela nüfus potansiyeli emez. Biz ideyacatını birlik kelip, biz bu Allah'ın yolunda Kur'an-ı Kerim'imizi yetekçi kılıp küreşlik kılgan bulsa, biz Şarkı Türkistan'ı hazır mı müstakil kılışka benim işemçim %100 kamil. Ben şu çeksizler sualım değil mi? Ya sualım ben demek abi. Şu öz vaqtida şu Rusiyaga berib, sadaqindek maktablarga olib taga obdan liman qilib. Shular mening esimda bor, kichik vaqtlam, shularning rasmlarini ko'rgancha, shu Sovetning kichik vaqtlarini kitoblarini o'qib qolsak, undaq yaxshiman. Mening so'ramoqchi edim, shu vaqtida avatilgan shu Uyg'ur ziyolilarning vakillari kim? Masalan shu Seyfiddin Azizlar Birinci Türkiye şu nimde 32. Mahmut Şevket'nin devletiyesi Kaşgar'da turvatta vaxtıda şunu şeysey vakti. Şunu şeysey nebeki Bolşevikler Partisi sektirip Şarkı Türkistan'ın sosyalizm kurdu demez mi? Ülkülük sipenini kurdu artık Şinjan'da şimdi Kızıl binalar şu vaxtıda Nurgun Yaşlı Abdülkerim Olmazlıklar. Şu mektepte yani şimdi Cumhur Komünistik Partisi'ninki Lincili Uçintençu mavzumen diyenler kirdi. Lincili ülkülük sipenindeki başlık oldu, müdür oldu. Üyede bizden bir Türk'ün komünist ballarımız yetişiyordu. Sovetler İttifakı'ndaki sanda bu 20 yakın ballar evet oldu. Asasen Kumul Turpan'ın balları yaşlı. Meninki Mahmut Boydi'ninki erkenlerden içinden. Boşu Seydullah, Seyfullah, Kasım, Persa, İsmail, Yüzullah deyirgan yok keldi kallar. Say okucular billa evitlandi ya. Yok, Uygurlarla. Şunun içinde Kaşka 63'tün birla Seyfiddin Aziz'in evetidir. Şunu Mahmut Muhil evet edemezsin bunları. Kaşka'nın çoğunluğu da nimini kıldı ki salak kılıp Seyfiddin'in bu Taşaklı'nın oğlu Memfret Öptük'ün ciğeni oldu. Okugan balada. Bir Seyfiddin ketoldu. Şunun bunlar hemisi bir Türk'üm Taşkent'e yolgu sizildiğin vaxtıda birden tullar verip Mahmut Muhil'de namızınlarına taşlamanlar, bundan okup gidinler. Evet o da değil ki bunların hemisi komünizm ideyasine kubul kılıp gidiyordu. Yaş vallahi onun aldığı ularda başka bir ideolojiye bulmayan alpak kaygaz olan diken talim talebelerine şu bu iş kaydıdı. Onun başka bizde her yerde kurslar içilip Marksizm kursları nurgun yaşlar üyeli terbiye edildi. Şimdi bularni biz Toshkentchilar deymiz. Bu Toshkentchilarninki bir qismi o'qig'ini bilan bir qismini amaliyotda Sovet hukumati ashar shpionlik tarbiyalab boshqa avatgan bizga. Shu nimadan endi Sovetdan. Bu kommunist sotqinlarninki shular inqilobni bostirishga qo'llangan vositasi butunlay shu Stalin Sovet davridagi vosita tashviqot orqali maxfiy o'qitish orqali qalpoq kiygizish.
üç xil narsa. Tashviqotni elib o'tadigan bo'lsak, shu chog'dagi gazetlar qaraydigan bo'lsak, shu Sovetdan kirgan kinolar, Chapayev deymiz, Paul Korchagin deymiz, Lenin 1918 deymiz, Yosh Gvardiya deymiz, shu choq 40 yillardagi kinolar bular butunlay shu Sovet tuzumini maqtaydigan tashviqot kinolari. Bu kinolar hamda bizning avom xalqda, bizning Uyg'ur xalqida o'chalarning kinolarni ko'rish oz bo'lgandan keyin ta'siri nihoyatda cho'ng bo'lgan. Bu tashviqot orqali bo'ldi. Hamdaliqi qalpoq kiygizishni aytgan bo'lsak, boya yarım deb o'tdi. Pan İslamçı, pan Türkçe deb qalpoq kiygizish orqali buni yo'qotish. Bu ishni bunda qalpoq kiygizib, Majtaq yo'qotish hozir Uyg'urlar balog'im kelyapti. Yo'qsa yo'q ish qalpoq kiygizib o'zi anglab boqmagan, qilmoqmagan ishlarni shu badnom bolalar turmay kirib yo'qsa yo'q o'lyapti. Ham mumkin maxfiy o'ldirish ishlari ashundan bo'lyapti. Mushular hamda shu chog'dagi bizning shular inqilobniki Sovet tarafidan Sovetning qora qo'li orqali bostirib o'tishdiki, usullardan birisi. Abaya sen Okay. İlyar efendim, baya yığında sen sözlep ettin. O Katalan bilen İspanya'dakiler aşıla referandum kılıp müstakil olmak için İspanya'dan ayettim. Şu ulanın hırını bizge bak gelmeydi, maslaşmaydı. Bizden meselemiz müstakillik mesele olağı okşmaydı, sileştir olmaydı dedim. Şunu bir tekrarlayıp düşündük koya cemaatke. Bunu da bu referandum hazırgıçı müstakil bu bakmagan milletlerin rayını sınaydıgan bir iş endi. Biz müstakil devlet kurup bakkan, hatta imperiya kurgan bir millet. Şu ötken nesrde biz iki qitim mana bugün devlet bayramımızını tebriklawatimiz. İki qitim müstakilligimizni e'lon qildik. Tangritog'ning janubida va shimolida. Biz uchun qayta referendum o'tkazamiz deydigan mesele mevcut emas. Biz qo'ldan ketkizgan vatanimizni qaytarib olish ko'rishi bizning ko'rishimiz. Biz hech bir yerda referendum o'tkazamiz deydigan da'vo talabni qilishimizning o'zi to'g'ri bir masala deb qaramayman men. Endi referendum bilan mustaqil bo'ladi deb qarashga to'g'ri kelsa, biz Sharq Turkistonga Xitoyning necha vaqtdan o'tkazib kelgan Xitoylar bilan tan qiladi buni. Bu Qrim tatarlari, Qrimning yerlik egisi. Ammo Rus nufusi ko'p. U yerdagi referendumda Qrim Rossiyaga o'tib ketdi. Shunga bizda referendum qilish bu milliy da'vo emas. Sharq Turkiston da'vosi, istiqlol da'vosi, mustaqillik da'vosi, mustaqilligimizni asliga keltirish da'vosi. Biz u boshqalarni do'rab referendum qilamiz deb shundan o'zi bizning milliy da'vorimizga uyg'un bir talab emas deb qarayman. Endi Qahar efendim sizge bir sual var. Bay deb o'tdingiz şu mustaqil Cumhuriyet kuruş jarayonida nurg'un gez jurnallar barpo bo'ldi, besilib tarqaldi dediniz. Shularni qandaq tepish kerak, nereden tepish kerak? Şunun asli nusxasi bormi, yo'qmi? degan bir savol. Ular mahiyatda hamisining shu izi yo'qolib ketgan gez jurnallar. İnqilab mezgilida chiqqan gez jurnallar boshqa, birisi tirajimi cheklik, ikkinchisi bu shu inqilab inkiltaqilchiliklarda hamda birasi saqlash, to'plash, bundaq bir ideyasidan bo'lmagan haq o'qib bo'lib tamoqqa qizib chekib tugitayotgan. Endi navoda shu yerlik hukumatning, viloyatlarning özlerinin arxivida saqlanganlar var. Mesela İli, Altay, Çöçek, müşterek hükümetninki şu arxivda gelmesinde hazırgıça tağa-tağada baken o nesler. Lekin onu hazır bir vargını öp çıkılamaydı. Yani birden bir ümitimiz ne dediyse şu mezgilde hem de konsullarda mesela Angliya konsulu, Amerika konsulu, Sovet Rusya konsulu, muşular eğer yıkan bulsa hem de şu devletlerindeki nimeleri var, arxivleri var. Mesela Şivsiya konsulda bizde Şarkı Türkistan, birinci Şarkı Türkistan devletindeki bir qancha gez jurnallarının to'liq nusxasi şu Şivis missionerleri saqlab aketkenke. Ularni hazır internetin to'g'ri orqali shu kutubxonaga kirib o'qib bo'ldi.
Endi yana bir çoğun manba şu Sovet tarafdaki Orta Asiyadagi Cumhuriyet arxivlarida va Moskva arxivlarida agar shu chog'larda aketgan bo'lsa, u mumkin. Buni cho'nqur tekshirish kerak. Bundan boshqa yana ba'zida shaxsiylar o'zir saqlab qolganlar bor. Buni endi shu hozir shu turli yo'llar orqali izlab tepib shuni chiqarish kerak endi. To'g'ri chiqarib shunday qilmasak, shunday bo'lgan taqdirdami bu yo'qolib ketgan jurnallarning ismi qoldi, o'zini to'liq xabardor bo'lish nihoyatda taskin nasr. Rahmat. Men bir 10 yildan burungi deyman shu kongress binoga kirib bir materiallarni o'qitgandim-ku, shu vaqtida shu 40-yillarda shu Gomindan tarafdan nashr qilingan ba'zi bir gez jurnallarni yo'qib qoldi. U vaqtida men bir nopus to'g'riliq bir tekshirish ilib berib, shu vaqtida Gomindanning shu Uyg'urlarning nopus to'g'riliq qandaq ma'lumotlar bordi deb aqtirish jarayonida shu bir shu xiyla to'g'ri bor bir shu bir 100 shu gizli endi hozir biroz afsuslandim shu vaqtda video nimaga tatolmayapman da vaqt rasmlar tatolmayapman. Ammo shu vaqtda men shu nopus to'g'riliq ba'zi ma'lumotlarni tatib olgandim. Lekin shu vaqtda 40-yili shu chiqargan gizli. Endi men sizdan so'raydiganim shu vaqt shu gizlining shu nomi nima deymiz? Shu gizli u Şinjan gizli emas u. Endiki Azadlık Şərq Türkistan gizli emas. Xitayçada besilgan kitapga, ammo shu 40-nechinchi. U vaqtlarda masalan Gomindanninki jurnal gizlari Şərq Türkistan rayonida cheklanayotgan menimcha. Shundaqmi yo, unday emasmi? Amdayliqi Şərq uch viloyat mustaqil bo'lgan chog'da Gomindandan kelgan gazeta asosan shu Şinjan gazeti deb ataydi. Bu narsalar kiramaydi, mumkin emas. Endi Azad rayonidagi gazet jurnallari Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha, Mo'ngolcha bo'ldi, rus tillaridan bo'ldi, hatto Xitoychadan chiqqan. Bular bu tarafga o'tamaydi. Chunki dushman ikki taraf bo'lib ketgan. Shunga u shu chaqdimi shu axborot bir-birisiga o'tish qiyin shunday ahvolga qolgan endi. Shunga bu yerdagi bizga qiyinchilik nima desa, shu chaqd gazet jurnallarning birsi tirajining ozligi, ikkinchisi buni saqlaydigan bir muntazam bir sistemning yo'q bo'lganligidan shu isl naslarimiz hozir biz foydalanmayapmiz. Tayvanda mesela Tayvan sizde Yanjing Üniversitede bir yıl tadqiqot qilgan-ku shu 20 yildan burun. Shu vaqtlarda bir maqolalarni e'lon qilgandingiz. Shu vaqtlarda shu materiallarni aqtirib baqdingizmi? Endi Tayvandagi arxivlar naytijiq. Chunki bu viloyat armiyasininki bevas udul dushmani Gomindan bo'lg'ashqa bular har bir ishlar vaqalarni shu davlat muntazam sharti bo'yicha xotir qilib manganga shunglashqa bu viloyat inqilob davridagi dushman tarafning axborotlarini deb qaraydigan bo'lsak, bu shu Tayvanninki shu hukumatninki arxiv nimasida necha ming parcha shu arxiv materiallar bor. Undan keyin shu mezgilda o'lkalik hukumatninki tashviqotning boshlig'i Jang Dajun degini shaxsiy o'zimi, chunki shaxsiy huquq o'zini qo'lda bo'lg'ashqa birinchi qo'l isl materiallarni hammani to'plab shu aktiv shu Hong Kongda besib yetib shu 12 tomlik Xinjiangdagi 70 yillik bo'ron chapqin degan kitobni yozib chiqadi. Hozir shu Jang Dajunninki aketgan arxivlarimiz shuniki balları, nevrilerinin qo'lda hozir shu Tayjungda turdi. Mushularmi shu bizningki odamlar ig'ulib berib shu materiallarni ekvasa shular birinchi qo'l qimmatli narsalar, qimmatli materiallar. Yo'q. Shunlashqa Tayvan davlat arxivida bu narsalar bor. Amerikaning CIA'da bu narsalar yamanchiq. Onunki Moskva Sovet arxivlaridami materiallar chiq. Shularning hammasini shu berib biz izlanib shularni shu tepib chiqsak bo'ladi. Yani şu 49-yılları aşağılık Gomindan'ın hem de küçüğünü yoktub koygandan keyin kaçak kaçıp olgandı ko. Bular bir kısmı Hindistan arkalı kaçtı, yani bir kısımlar kandak ketdi taze. Azırak çalıp çıkıp okup kalgan yerlerim var. Şu vaqtlarda şu Şərq Türkistan rayonundaki şu kitap, jurnal, materiallarını yütkep ekiteldi mi? Ya keyin ma komünist Xitayning qo'lida qolib qoldi mı? Ular o çağda can ep başta boğaşqa kitap materyallarını eketkiçilik hali yok.
buni akitamidi. Lekin şu Gomindan hükümetinin Ürümçideki şu arxiv xonasida bu narsalar saqlanib qolgan. Bu narsalarni bu shu Jandajin deganlar akitalganlarini, akitamganlari shuna qolgan. Ammo Gomindan hükümetinin arxivlari Ürümchidan emas, şu chog'dagi Chongqing, Nanjing hukumatlariga avatilgan narsalar hammasi hozir Tayvanda to'liq bor. Mening yana bir savolim bor. Endi bugungi yig'inda Qahar apandininki bergan dokumentiningki sirtidagi bir savol endi. Men o'zim buni biroz moyimda qarag'ashqa so'rab boqay dedim. Hozir endi Sharq Turkistonda bizning yoshlarga, bolalarga berilgan sayninki ma'rifida bu Sharq Turkiston Uyg'urlarning zamon emas Uyg'urlar 740-yildan 840-yilda qurilgan Uyg'ur davlati, Uyg'ur imperiyasininki parchalanganki Mo'g'ulistondan ko'chib kelgan, ularni ko'chman deb bizning igidorchilik tuyg'umuzni sundirdigan shunday bir narsani so'zlaydi ekan endi hozirgi darslarda. Endi mening endi Qahar apandimdan bir izohlashni talab qildigan masalam shu, bu Uyg'ur imperiyasining ichidagi devlet içindeki göçüş mü ya Uygurlar resmi çataldan göçüp gelgende göçüş mü? Muşu mesele kelgen çağda bir Uygur devletininki çigiralarının nereden ne geçiligi bu işgiciyetki göç mü ya sırttan kelgen göç mü? Muşlar hakkında biraz bir izahat vergen bulsanız. Hem de ilki dünyadaki herkes milletler, devletlerinin tarihi qarsak o xalqlarning u yoq ko'chib, bu yoq ko'chib, shundoq eng oxiri bugungi kunda yarashib qolganini ko'ryapmiz. Lekin Uyg'urlarning tarixiga qaraydigan bo'lsak, bizning Uyg'urlar tosh qurol davridan tortib, insoniyat to'ralgan mushu qadim, eng qadim davrdan tortib, bizning ana yurtimizdan ayrilmagan ekanmiz. Eng burunqi Xitoy manbalarida, milodidan 7-asr, undan burunqi manbalarda tosh qurol davriga narsalarga qaraydigan bo'lsak-mu, Uyg'urlar asosan mush Altay tağları bilen şu Baykal köl otursida muşaqlarda nubop gelgan. Demek Altay eli hem bizning bir parçamız. Undan keyingi tarixlarga qarsak, Cungariyada Uyg'urlar Türkiye xalqlaridi. Muştaq yashab kelgan. Keyin o Türklar Uyg'urlar cho'ng imperiyalarni, dunyoviy cho'ng imperiyalarni qurganda Altay tarafdan kuchlanib berib, sharqqa berib, Orxun daryosi bo'yida o'tgan tog'larda poytaxtni shuyat qurgan bilan bu yana Mao o'zimizning Sharq Turkiston vatandan hech qachon ayrilib boqmagan. Keyin Uyg'ur imperiyasi qurilgandimi, bir butun imperiyaning sharq tarafidagi chegarasi yana mushu Tianshan, mushu nima, Jungariya mushular ayrilmas mushuna holda juda bo'lib kelgan. Shunlashqa Uyg'urlarningki bu tarixida bu biz hiç kaçan bu yurtuna gerçi bütün Janub Şimal Şinjan Kolunun dağları diyemsek mi? Lakin Kam degende Tian Shan Tağı'nın şimaldaki bütün yaylaklardan hiç kaçan alınmakamız. Şuna biz bu yani ki bu neçe min yıllık taş kural devlerini tatip Mişan'ın halkının ki biz nemesi, Mişan'ın ilgisi. Ama hazır yeni nimeler çıkıvatıdı, kavrdan yeni nesler çıkıvat tepilvatıdı. Tepilgan yeni nimelerden qargan çağda bu şu qadim izlardan qargan chaqdimi bu sherdagi xalqlarniki shu mami bo'lib ketgan qabrlarniki izdimi shu 3000-4000 yil burungi odamzod kimshat yashagan madaniyat hayotini ko'ryapmiz. Bu odamlarmi shu Xitoy tarixlarida ko'rsatilgan qadimgi deylar, dinglinglar mushlardan munosabatli odamlarning bir qismi. Benim sualım Uygur Orkun devletinin şarkı çevirisi kayadan başlandı. Garbi çevirisi kayada akırılışıdı. Şimal çevirisi nereden başlandı? Canub çevirisi nereden akırılışıdı? Bu şu ekte bir... Orkun Uygur İmperiyasının şarkı çevirisi Altay dağları. Bu nime? Garbi çevirisi. Orkun İmperiyasının şarkı çevirisi aşı nime geçi barıdı. Vladivostok Sakhalin tarafı barıdı. Aşınaq kelgan. Şimali hazırkı bugünkü Qızıl Tuvar Respublikasının hamısı Orxun Uyghur xanlığı kirgan. Mongoliya mı şunun içinde? Mongoliya, hatta Mongoliyanın şimali. Şimali hazırkı Tuvar Respublikası. Şulam şunun içine kirgan. Hazır onun da 23 Uygurlar sağan 23 şehir tepildi o Tuvar Respublikası'dan. Janub tarafını aytganda Xitao deymiz. Xitay'nınki Huanghe deryasınınki. Şunun şimalideki Yinsen dağları.
Xitavgıcı bo'lgan joylarda Uyg'urlarning bir qancha shaharlari bor. Masalan, Gansu, Fenshi taraflarga to'g'ri keladi. Shu Gansuninki janub emas, Gansuning mavu Chilansan tog'larining hammasi mush qadim Uyg'ur xonligininki ichidagi davlat ichidagi shu tog'lar territoriya. Sadichin sepilining shimoli ulamdan dedi bu. Sadichinning shimoli bo'ldi. Sadichinning ichi Xitoy chegarasi, Sadichinning sirti Bu mushunaq qadimdan bir necha ming yildan beri mushunaq tabiiy holda arilib kelgan. Uni tabiiy arilib kelganda bir hokimiyat emas. Bu çünkü Sadichinning shimolida ot, kalabaq, qo'y boqili bo'ladi. Onun janubiga o'tgandan keyin mallarni boqili olmaydi. Masalan, mushu Ilidin, ya'ni Mongoliyadan otni setib olib, 100 otni apirib Xonxoning janubiga, Sadichinning janubiga apirib qo'yib qo'ysa, ikki oy qolmay ash otlar qechib ketadi hammasi. O'zi kechida ash jipni uzib qechib ketadi. Turmaydi u yerda mal. Hem bu mezgillarda biz malçılıktan, çarıkçılıktan ayrılamayız hayatımızda. Unda olgan iken bizning mal çarılarımız turmagan yerdiga biz mi turmayız? Mesela benim bir sualım şuna doğru kelib qoldi. Mesela şu Urxun imperiyasi, Uyghur imperiyasi deganda hem de Uyghur Empire in the Tang Dynasty degan bir kitobni o'qib chiqqanku, Aybaysiz degan shu doirani ko'rsatgan. Endi şu 840-yili bo'lgan voqea. Shundami Uyg'urlar oyoqda Qirg'izlarning zarbalari uchrab endi bu yoqqa qochdi. Endi demakchi o'g'lim bu Uyg'urlar u yoqdan keladi. Endi u kim ma İlyarning savoliga to'g'ri kelib qolgan yer nima deganda shu hozirgi Sharq Turkiston deb atilgan şu rayonda şu 840-yildan burungi xalqlar bular abaysiz deb o'tdingiz, ular balki har xil atlavda andim bo'ldi. Bular ardishib ketdi-ku, ardishib ketganda endi tarkib jihatdan qanday edi? Masalan, shu biz bu yerda mundaq deymiz. Statistik nuqtada aytgancha prezidentga degan ilmiy jihatdan Tarım Vadisining turklashishi degan bir terminologiya bor. Bunda degani endi Tarım Vadisining turklashishini 552-yildan boshlaymiz. Sharq xalqi, g'arb turklar birinchi turk xonligi qurilganda Istamining ordusi mushu nemi tarafda, Ili tarafda shu yerga qurgan. Mushu hozir mana mushu yaqinda nimadan Oljidan Ilidan tepilgan g'arb turk xonligininki qabrisidan mushu bir butun altın 100 qoplangan shu qoplar chiqdi. Bundan narsa altın bu qopgan 100 bu faqat Misrning 50 gramdan chiqdi. İkincisi mushu bizniki Türk xonligining xonligi nimasidan qabrisidan tepildi. Hamda bu shu istamish g'arbiy Türk xonligi ordini nimaga iliga qurgandan keyin bu yerdagi yerlik o'sha asalli millatlar bara assimilyatsiya bo'lishga boshladi. Assimilyatsiya bo'lib 10-asrga olgan chaqda asosan bu shu nimki Tarım Vadisi, bu Tianshan hammasidagi millatlar hammasi Türkiye gap bo'lgan bo'ldi. Türkiye gap qilganda Türkiyening ichida biz araymiz, bu keyingi davlatni biz Uyg'ur xonligi deymiz. Uyg'ur imperiyasi. U o'xshash bir tildi bir, lekin hokimiyat o'xshamaydi. Shunga Uyg'ur millatininki Tarım Vadisining Uyg'urlashishi 552-yildan boshlandi. Lekin Türkiye Uyg'ur xalqlarining bu yerda yashagan vaqti Jung'ariyada tepilgan Baykal mishalatga qadim Toshqo'ral davriga qilgan bo'lsak, milodi 9-asr, 7-asrlargacha bor. Ularmi shu har xil millatlarning bir qismi bo'lib, Turkiy millat hisobida yashagan xalqlarning birisi. Ham u chaqlarda shu Toshqo'ral davridagi xalqlarda biz Turkiy xalqlar bo'lib qolmasdan, onun imperatorlarimiz yashagan, onun keyin Saklamı bu yerda yashagan, va Yo'ji deymiz, bu To'xar, Yevropa til har xil millatlar shu qatorda baravar oldi. Bizmi o'z joyimizda shu Jo'ng'ar Vadisida Altay taraflarida bunda yashab kelgan. Bak Kirulan rayonidagi hozirgacha kelib kelgan hamda Kirulan güzeli deymiz, shu vaqtda kezib chiqqan mamilar, ular endi shu To'qaylar bilan munosabatlikmi yoki Kirulan rayonidagi mamilarning shu hozircha Xankangshini tekshirgan, buning 100 necha bosh shu so'ngakni opirib tekshirish jarayonida 30% Kavkaziya deymiz, shu Yevropa bo'lib chiqdi. Yani 30% Mongoloid bo'lib chiqdi, ya'ni biz bunda bo'lib chiqdi. Qolgan 30% aralashma bo'lib chiqdi.
Şuna bu tarımdaki mamilerin hepsi Avrupa deyilmeydi. Ular 3'ten biri Avrupa. Victor Mayer'ın diyen göz karşı koşulmayı sizgende Victor Mayer pure white dep aptı var. Ya Victor Mayer'ninki kösetken mamileri hepsi pure white. Ula pure white. Ular pure white, bular tepilgini. Ular da Türk neme kene arlaşma. Yanxaydan çıktı Turpanninki. Bu Çerçen bu tarafdan çıktı. Bu çıkan bir kançıları hepsi bular Kavkasyan nemisi. Ama bu atıştın tatip komulğuç bo'lgan jarayam tepilgan baş heykellerin hepsi 100 neçe ekandik. Aprip tekşiriş jarayonida 3 guruh bo'g'inda bo'linib ketgan. Endi meni yana bir savolim bor. Shu 2009-yil Urumchi voqeasidan keyin bu xalqaradagi cho'ng gazetlarda bizning masalalarimiz hali talash-tartish bo'ldi-ku. Shu vaqtda New York Times'da birdan besildi bir muxbir. O'sha Amerikaning arxeologlarini, tarixchilarini James Millward va Jack Churchward degan odamlar va shularni hamma intervyu qilib, bu bizning masalamizdan so'ragan chog'da shularning bergan o'rtaq javobi Taklamakandan tepilgan jasad 3-4 ming yillik jasadlarning DNA testida hozirgi ashada yashayotgan Uyg'urlar bilan o'xshash chiqdi deydi. Hamda hozir seninki 500-yili Taklamakanning Uyg'urlashi degan gap bilan ma gap biraz zid chiqib qoldi-ku arxeologiyalik tadqiqot demoqchi. Bu tarım vadisinin türkleşişi bu tilşünaslık meselesi. Bu yani ırkını buzamaydı bir adam, bir milletinki. Irkı buzulmaydı. O fakat tilin yoktu diyen gap. Tilin yokattı diyen gap. Demek biz hazır bütün tarım vadisideki milletler, Uygurca yakınımız bilen biz irkı cihetten biz diyende 3'ten birninki ilgisi biz. Şunlaşqa bizning bazı yezlerimizga bassak, bazı rayonimizda hepsi kök göz, sirqchash adamlar şuna cıq çıqıdı. Bazı yerler ona cıq çıkmaydı. Bu irqtiki iş. Ama meyli qaysı irq kirsin, hepsini jığıp kelgende til cihetten bu başka tillerimiz tügedi. Hepsi Uygurluş oldu. Uygurluşunun başlanışı 552 yıldan başlandı. 990 yıl varanda bütünlüğü tügedi. Hemmeden müşün Uygurluş oldu. Şu çağda. Bu fakat tilşünaslık meselesi. Lakin bir irq buzulmaydı. O bir diyane irq tuyuyordu. Şuna bugün bassak mı? Bugün mü biz yurtlarımızga bassak bir yerlerde bir xil irq tikaklar bir yer. Şunlaşqa bizning qinimizda keyin kelgan Kavkazlarimiz qadimidan 3000 yildan beri yaşagan Kavkazlarning qinimizning arsimizdan bor. Mongoloidlar bizning arsimizdan Mongollar kelgan umum bor. Şuna bir Uygurlar bir pakiz bir irq emas. Bizim Koddan, Qashqa, müştereklerden köpüncerek Akdenlik anıları biraz köperek bulunur. Til cihetten biz Türkiye olduk, lakin irqi cihetten biz yani qaysi olsak şuniki. Şu irqi cihetten qanchaqda bek arzışıp ketmedi o demekçi o. Ko'p rahmat, undan suhbat bo'ldi. Yaxshi. Amdasta qaytamdi. Bizda sohbet qilsak. Danışib turayli. Xalqqa ham ko'p rahmat. Yaxshi. Videoni ko'rganlarga rahmat. Rahmat. Qimmat fikringlarni aytinglar. Qaharbat degandek.